kirib kelishi bilan O'zbekistonga 110 ming, 115 ming atrofida turadi. Ya'ni bu 870 haqida gap ketyapti. Jaguar, klass Jaguar 870 silos va sinaj uchun mo'ljallangan. Komplektida bitta silos uchun jatkasi bor. 2004-yilgi 2005-yilda ishga tushgan, Germaniyada turibdi. O'zbekistonga kirib kelishi bilan, bojxona to'lovlari bilan, polni dokumentlari bilan 110 ming, 115 ming atrofida tushadi. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, aziz do'stlar, kimga qiziqish bildirilgan bo'lsa, именно mana shu kombaynga ehtiyoj sezayotgan bo'lsa, marhamat aloqaga chiqinglar. Nomer qoldiraman. Faqatgina import asosida olib kelib beramiz, aziz do'stlar. Video zo'rida yoqqan bo'ladigan bo'lsa, chorvadorlarga jo'natib qo'yamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.